Bu fursat muh hoş yaqqan Kim oilasidagilar birlikda bu dachining fayzini surdi. Xo'sha, ey, hayotning fayzi mushka, vallahi. Boyxo'jamning kuni kunikajimi? Ammo dadam, biz ma uyga singib qoldik-chimi? Erta o'gim Pak oilasining kichik qizi Pak Suygini bir keltirib olay, qudilishib ketamiz. O amis xotin ertadan boshlab yakandazlarni tiksang bo'ldi-ku. Qiynoqdan so'ng qimmat soatdan birini qo'yib bersa, sen bana bersan, men taqallab menib ketsam, ko'chadagilar anglab ketsa, chik menib ketsa, shu esil zotlardan bo'lib ketamiz-da. Uni bir demadi da. Bu chaqda talada guldirmamliq yomg'ir yig'ishga boshlaydi. Pacha. Shar. Ha, mana Kim oilasidagilarning kelgusining ajib parlaq bo'lishi uchun men bir naqsha o'qay-a. Kimlar bilan bu dachda yolg'iz ichib shu kechida to'kan dardimning ding dong. Dal shu chaqda eshikning qo'ng'irig'i chelinib, hammaylarni cho'chitdi. Aslida uyning ilgirki xizmatkori Ochon Ganjin kelgan bo'lib, o'zining yarasida bir narsaning qilib qolganligi va shuni elib ketadiganligini aytdi. Ko'ngli yumshoq Kim oddiy Ochon Ganjinning to'limi bichor chiroyiga qarab, uning kirishiga ma'qul bo'ladi. Kim oilasining qolgan a'zolari bo'lsa, Ganjinning bayqab qolmasligi uchun o'zini daldiga oladi. Kim oddiy Ganjinni ketkizitish uchun kaynining yarasiga bili tushadi. Hamda Ganjinning dongzolarini ko'rib hayron qoladi. Rivoyatlardagi Lavzami Pelak Dong'ay degan dongzo asli mush ekanda, ular birlikda ishkopni ishtirib o'tadi. Ishkopning kaynidan odamni hayron qoldirib, bir yer osti ombiri boyqiladi. Amaliyotda u omborda Ochon Ganjingning Shingyunkani qaytirib bo'lolmay qarzdan qechib mo'kinib olgan, og'zidan o'g'iz timib turadigan mo'min chiroy eri Womeychan yoshinib olgan bo'lib, uzun yillardan beri Ochon Ganjing mushi yerda o'g'irlikchi beqiyotdi. Endi keldingmi? Qo'saq ichib qochib ketdi. Jenim erim, 2-numorlik naypon qolmabdi. 3-sini o'zim ichib turing. Bu ahvolni ko'rgan Kim otdi, g'angirab qoladi. Jenim acha, ko'rib turibsiz. Erimning kuni mushundaq tas yeydigini xanga, chiqirdigini tanga, zaylishib ketdi bu yerda turaverib. Bu qilganingiz qat'iy qamlashmidi? Odam degan bundaq yuzi qilin bo'lsa bo'lmaydi. Haqni uyga kirib, haqninkini yeb, ishiltib, vijdoninglar yo'qmi aslarning? Men sizlarni soqchiga ma'lum qilaman. Acha, jinim acha. Ey, acha, jinim acha. Meni bekib naqshasangmi aqmaydi. Acha, jinim o'zimning achisi. Iqib qala, vaqting chiqqanda tuvanga dekkina tushib og'zimni so'zkini sep qo'ysanglar bo'ladi. Dal mushchaqda o'g'irlikchi tingshayotgan Kim oilasidagilar o'pir-do'pir bo'lib yiqilib tushdi. Buni ko'rgan Ganjing yuz bergan ishlarni tushunib yetdi hamda telefonga tortib Pak qizga avatib bermoqchi bo'ladi. Bayotin teqi xangodek tik turayotgan Kim oilasidagilar bir damda latig'ilabdek sovdishdi. Amma xotin chayandek yangzangmajima. Malani mollimish qilibatding-go maxaqni, ey. She'rdan birini kemmamsajinam. Yashab ketgin ey oba. Endi bizda paket ba. Örü deb qasa, patanga yeydu simida. Kimlar mayak qarasha, xotin degancha mana mundaq bo'ladi. Yazsangmi asqatadigan, qopsangmi asqatadigan bo'lsa, mana mendak bisib yotsa. Kim oilasidagilar tuyuqsiz itilib kelib telefonni bulab, Womeychan bilan xotin ikkisini birdamda yasib etdi. Dal mushchaqda Pak oilasidagilar yomg'ir sababli sayohatini boldir oyoqlashtirib qaytib keladi. Kim oilasidagilar bo'lsa, oshxondagi suvarakdek bulung pushqoq qichib kirib ketdi. Ular ustalning ostiga mo'kinib turib, fursat chiqqanda qichib ketmoqchi bo'ladi. O'ylamagan yerdan Paksung xotin ikkisi Kristoda Pak jamoatining gullab yashnishiga to'p qo'shish uchun cho'ng qurlab izdinish elib boradi. Ballar bilan birga ko'rganda kanal yo'tkab qayjin qiladigan ko'rinishlar o'tib bo'lgandan keyin Kim oilasidagilar o'ngishlik uyiga chiqib ketdi. Yomg'ir xuddi ularni mazoq qilgandek yig'otdi. Ularning katakdak uyi shoshuydoga o'zgarib ketgandi. U yoqda bo'lsa, Ganjing bayamqi talash tortishdan ig'ir yarda bo'lib, olsizlanib yotadi. U o'zining eng oxirgi tiniqi bilan yo'ldishiga sadoqatmanligini bildirib o'tgandan keyin Mengulik Shingyunkaning qazidan qutuladi.
Әтсі пак-пакыз оғлы Пакенекнің туғылған күніне қылып бермекчі болуды. Mehmonlarning aldirashligidan foydalanib, kim tapti somkisidagi toshni chiqarib, yer ostidagi Вомейченге baholtib boqmoqchi bo'ladi. Hamda aka ma toshning chapini va'da qilib turdi. İchib ko'rib boqamdiq deydi. Toshni ko'rgan Вомейчен, "Voy bo'ladi, ukam, saymon yo'qka, beshingga urib ichib ko'rib boqsaq bo'ladiga o'xshaydi" deb biroqli kim taptining beshini ichib yutdi. Toshdan hech nima chiqmaganligini ko'rgan Вомейчен, "Apla, ma toshning ichi chechak chiqib qoldi" deb ochchig'ida pichoqni ko'tarib talog'i chiqadi. Hamda ko'pchilikka kim oilasilarning ko'ngli qara, ishonmasanglar men chaqmoq sep beray deb Kim Shutuning yurigiga birni sanjiydi. Bu chaqda kavob pishirayotgan Kim otdi dumbijiga yegis kelib ketib, Вомейченni ziqqa o'tkazib yutdi. Balasining tug'ilgan kuniga kavobchi baqqolchi aka-adilarning kelgindan xursand bo'lgan Paksung, "Ey, mashinning oshquchini ber, kechiga ot bermas, bir shangzi pijo aklay. Zakoskini unutib qolmafkan." Sorunning saqisi bo'lgan Kim Bekar Paksungning sorundan adab demay mang'iniga qattiq ranjib, saqini bir nimamga hisob davotamsa deb Paksungning maydisiga shovxun xodim birini sanjib qo'ydi. Shunda qilib bir obdan baxtli uch oila taqdirning ochiq choqchiq sababidan o'rni to'ldirg'isiz fojiani keltirib chiqardi. Kim Bekarmo shu peti jahondan g'oyib bo'ldi. U zodi nega ketdi? Kim oilasidagi a'zolarning taqdiri zodi qandoq bo'ladi? Eliq tosh zodi puliga yaramdi, yaramamdi. Dumbijiga pishdimi, pishmidimi? Filmning tafsilotiga qiziqsangiz, sadigan ketay kimdan so'rsangiz so'rang, mendan so'ramay o'zingiz bir yerdan tepib ko'ring.